Assalomu alaykum, tumum ayna obunachilari. Biz mana rosa 1:00 soat, haqiqatan 1:00 60 soatga temperatурasi qo'yamiz. Kakostik 24, ichki temperatura 27. Qoq abitda, rosa tashqari 40. Men mana 40 chiqadi. Like bosib qo'yinglar, like'ni. Xudo xolasa mana yerlarda ikkita qo'yib yubordik. Kunlashib ketgan mahalda qiynab yubordi. O'shancha ikkita qo'yib ichkarida mana pasaytirib yubordik temperaturasini. Xudo xolasa. Mana qulbilarimiz pishyapti, qip-qizil lola bo'lyapti. Endi ko'z bilan ko'rgan boshqa deydi-yu, videoda boshqacha chiqyapti, lekin umuman boshqa bo'lakcha. Ko'p nelar g'ayrat. Serob yaxshilik xudo xolasa. Shuncha qulbilar. Mana bunaqa qilib biz gofralarni olib kelib, gofralarni tevazdan suvda oqizib qo'yganmiz. Mana ko'ryapsiz, oq joylari, suv kirmagan joylari asosan ko'p joyga ho'l bo'lyapti. Nam bo'lyapti. Mana shunday ham bir suv qilganlar. Bu yerdagi mana tashqari aytganimdek 40 dan baland bo'lsa, bu yerdagi mana 20 gradus 2 turibdi albatta. Bu yaxshi rezultat xudo xolasa. Bizlarimiz zo'r ko'rsamasin. Hosillar yuqori. Inshaalloh zo'r. Mana like bosib qo'ylar buncha mehnatga. Mana tiplisani o'rtasi 24 turibdi. Odamlar o'ynayapti. 24 bu yaxshi. O'rta tiplisani o'rtasi 24. Bu xudosi yaxshi natija inshaalloh. Mana Ag'da Albionni ko'rsatdik. Mana bu yerda bizga e'tibor beriladi. Mana qaraylik. Mashinachi bu boshqatdan ularda beauty boshqatdan pishib kelyapti. Bu kabrillarga e'tibor beringlar, kabrillar ham quyilib yuborgan, qaranglar. Quyib yuborgan. Kabrillar silajda quyib tashadi. Shuncha. Terilyapti, kuniga terilar albatta xudo xolasa inshaalloh. Va bular boshqatdan yana bir qator to'xtab, boshqatdan yana kelyapti. Xudo xolasa inshaalloh zo'r. Buni havas qiladigan bo'lib, haqiqatan ham zo'r. Qaranglar. Shuncha mehnat kelibdi, like. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videodagi kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz.